Assalomu alaykum agrotexnika o'z kanalimizni kuzatuvchilar, bizni YouTube tarmoqda kuzatib boruvchilar. Sizlarga bugun Yuto haqida ma'lumot beramiz. 1754. Bu mana 1754. Bu traktor Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan. Yuto traktori juda ham sifatli traktor hisoblanadi Xitoyda. Bugun sizlarga shu haqida ma'lumot beramiz. Xo'p, bu birinchi porshinlardan ham boshlasak, bu 6 silindrli hisoblanadi. Traktorda ot kuchi 1754, bu degani 175 ot kuchiga ega. Hozir motor qismini ochib ko'rsataman. Ko'p traktorlarda oldida radiatorda pastida akkumulyator joylashgan bo'ladi. Akkumulyator narigi yon tomonda joylashgan. Bunda interkulli radiator, konditsioner radiatori mana bu tomonda filtrlar joylashgan. Gidrobok deydi, mana rulovoy ekan. Bu pastda enshi joylashgan. Bu tomonga o'tganda konditsionerdagi pastdagi dinam pastida maslinli filtr joylashgan, damlash uchun patkachaga chiqarib qo'ygan va bu tomonida stator joylashgan, kompressor, keyin mana bu tomonida akkumulyator joylashgan. Gidrobok bu tomonda joylashgan. Bu gidrobokda o'rganlarni ko'rsatib qo'ygan, bu klema. Baloni 460 ga 58 R38 orqa baloni, oldi baloni 380 ga 85 R28 baloni. Bu traktorda xo'p umumiy og'irligi 6 tonna 580 kg chiqadi. Buni uzunligi 534 cm, kengligi 277 cm chiqadi va balandligi 331 cm ga to'g'ri keladi. Orqa naviskalarni ko'rsatamiz hozir. Tepa tomondan boshlaydigan bo'lsak, 4 ta diodli lampochkalari bor. O'rtada turgan narsa kamera, oldida kichik tablosi bor uni. O ichkari ko'rsataman hozir. Tablosi bor, orqani bemalol ko'rib ketishi mumkin. Richaklari bu mana. Richaklari anchagina metal qalin qilib ishlangan. 4 korpusli pluglar bemalol ishlata oladi, lemchenlarni. 4 pluglardan bemalol ishlata oladi. Hop, salyarka boki 280 litr salyarka sig'adi bu bochkaga. Hop, hozir kalitini ichiga kiradigan bo'lsak, mana tepada lup joylashgan. O'tirganda chap qo'l tomonida ruchnoy bor. Ruchnoyning pastida oldini qo'shib uzishi. Bu blokrovka. Pastki tomonda blokrovka bor. Bu skorlar. 6 ta L'da, M'da ham 6 ta, mana H'da ham 6 ta. Bunda nechta bo'ladigan bo'lsa, bunda urib tezroq, sekinroq, yana ham sekinroq shunday qilib zatni ishlatsa bo'laveradi. Tormoz sistemasi. Gaz nuqta. Endi rolda ham
Miligrovka qilsa bo'ladi mana. O'ziga moslab tushirib olsa bo'ladi. Bu signal o'rtada joylashgan. Tepa tomoni Kangsingerda miligrovka qilingan, o'chirib qilgan. Telefon. Tablolar ham soddagina. Hech qanaqangi haligi Belarusda minib yurganlarga hech qanaqangi qiyinchilik tug'dirmaydi. Buni Belarusda ochib olib, Belarusda tuzatish oson deganlarga hech qanaqangi qiyin joyi yo'q buni. Buzilsa o'zi 2 yil servis xizmati bor, servisni bolalari borib to'g'rilab beradi. Shuna gaz joylashgan bo'libdi. Bunda mana shu ekranda orqani ko'rib ketib haydab ketsa bo'ladi. Masalan, puli haydov qilyapti. Orqaga shu monitorga qarab bemalol ishini davom ettirib, oldiga qarab, orqaga shu ko'z bilan har orqaga qarab urib bo'ynidan og'rib ketmasdan shunga qarab ketsa bo'laveradi. Avlodlar xuddi mana o'sha singan. Buni 1754 narxi hozirgi kunda 730 million so'm turadi buni narxi. Hozir bitta qo'l yopaman. 730 million buni agrolizing, mikrolizing asosida berilaveradi. 10 yilgacha agrolizing bo'lsa, mikrolizing 5 yil muddatgacha, 3 yil yo 5 yilgacha berilyapti. Shu tarzda olsalar ham bo'laveradi. Nomerimiz 99lik 916 3005 telefon raqamimiz. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Zo'mini traktorlar va boshqa texnikalar ham mavjud bizda. Shunga ilgan diska baralar, freza kultivator barcha texnikalar mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar.